hayotiy filmlar jamoasi sifatida o'zingiz sifatida deyman. Endi negativ bo'lishiga sabab ijrochilarning yaxshiligi deb o'ylayman. O'zim adashmasdim. Voy, sizda ko'zim qamashtiryapsiz-da. Pulim ko'p edi, nimaga ishlatishni bilmadim. Undan demayman. Oyunga chiqib ketyapti-yu qizim. Qancha kutib turaylik? Mana asosiy aktrisamiz tashrif buyurdi. Nima deyishim kerak endi undan deyish uchun? O'zingiz aravezni, o'zingiz torting. Tagi domiylik faolning davom ettirasan deb ana qildi. Ketaveradi shunaqa bo'larmi kerak ekan? Endi unaqa pul yo'q. Endi negativchilarimiz. Nima deyman endi? Iloji boricha negativ yozayotgan paytda muomala madaniyatiga e'tibor berib qo'ysanglar, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. O'zi mutaxassisligingiz? Assalomu alaykum O'tkir aka, studiyamizga xush kelibsiz. Bilamiz, hayotiy filmlar kanali hali ochilganiga ko'p bo'lmasdan rivojlanib ketdi va ko'plab tomoshabinlarni mehrini qozondi. Aynan mana shu tomoshabinlarga o'zingizni yaqindan tanishtirib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Ismim O'tkirbek, familiyam Shukurov. Shu hayotiy filmlar kanalining rejissyori, aktyori va ssenariy muallifi bo'laman. Assalomu alaykum. Ismim Rustam, familiyam Akramov. Shu Andijon viloyatida tug'ilganman. Hozirda shu Andijon viloyatida istiqomat qilaman. Assalomu alaykum Xurshid aka, studiyamizga xush kelibsiz. Sizni viloyatimizda ko'plab insonlar malakali operator sifatida taniydi, chunki ko'plab proyektlarning muallifisiz. Aynan hayotiy filmlarda sizning faoliyatingiz qanday bo'lyapti? Va alaykum assalom. Meni hayotiy filmlar kanalida asosiy vazifam operator va montaj sohasida. Endi hozir mana 3 ta serial oldik. Shularda operator va montaj sohasida ishladim. Assalomu alaykum Bajaz aka, studiyamizga xush kelibsiz. Bajaz aka, bilamiz sizni ham ko'plab yurtdoshlarimiz hayotiy filmlar kanali orqali tanidi. Siz o'z faoliyatingiz haqida gapirib bering. Assalomu alaykum. Meni ismim Bajaz Mirzayev, familiyam. Hayotiy filmlarda Instagram kanalida o'z faoliyatimni olib boryapman. Xudo xolasa shu chiroyli rollarni taqdim etishga harakat qilamiz o'zimizning muxlislarga. Sahna ortida gaplashganimizda bildik. Siz hayotiy filmlar kanali asosiy admini, prodyuser ekansiz. Aynan bu kanalni ochish g'oyasi qayerdan keldi? Hayotiy filmlar kanalini yaralish tarixi, shu kanalning rejissyori O'tkir aka Shukurov, operatori Xurshid aka Isaqovlar bilan shu 1 yil muqaddam shunaqa Instagram ijtimoiy tarmog'iga shu bitta hayotiy filmlarni syomka qilib, shunaqa kanal ochaylik, shunaqa filmlar olaylik. Hozirgi kunda aktual bo'lgan, eng dolzarb bo'lgan mavzularni olib chiqaylik, shu to'g'risida kinolar olaylik, shu bo'lgan hayotiy voqealarni olib kino qilaylik, shu odamlardan olaylik, shu hayotidan shuni o'zlariga kino qilib beraylik degan maqsadda shunaqa proyektni, loyihani planni qilgandik, rejasini va bugungi kunga kelib 3 ta kinoni joyladik. Xudoga shukr, tomoshabinlarga juda ham manzur bo'ldi deb o'ylaymiz. Chunki bugungi kungacha 15 kun bo'lgan bo'lsa, kanalda faoliyat boshlanganiga 15 kun ichida juda ham ko'p tomoshabinlarni qiziqishiga sabab bo'ldi deb o'ylaymiz biz olgan kinolar. Aynan bu Instagram seriallarni olishdan oldin sizga bu taklif tushganida qanday qabul qildingiz? Boshida norozichiliklar bo'ldimi yoki qo'llab-quvvatladingizmi? Yo'q, bu o'zi birga kelishib shu O'tkir akam, Rustamjon bilan birgalikda o'tirib boshlaylik, o'zimiz plan qildik. Shunaqa Instagram kanal ochish. Yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi ketyapti. Assalomu alaykum Oydin opa, studiyamizga xush kelibsiz. Oydin opa, bilamiz sizni ko'plab yurtdoshlarimiz aynan hayotiy filmlar kanali orqali tanib borishdi. Bu kanalda faoliyatingiz qanday boshlandi? Va alaykum assalom. Birinchi marta tashrif buyurganimda kastingga kelgandim. Kastingdan o'tganimdan so'ng menga salbiy rol taklif qilishdi va bu rolni o'ylaymanki maromiga yetkazib o'ynashga harakat qildim. Bu jamoa qo'shilishimdan sababi
meni yaqin do'stim Xurshidbek shu hayotiy filmlarga taklif qildi. Shu hayotiy filmlarda ozgina rolini ijro etdim. Shu rolim ustozlarga ma'qul bo'ldi shekilli. Keyingi filmlarga rollar berishdi. Уже mana ko'rib turibsizlar, sekin-sekin rollarni muxlislarga taqdim qilyapmiz. Kuzatib boryapmiz, ham salbiy, ham ijobiy rollarni o'ynayapsiz. Aynan mana shu rollar tomoshabinlarga qanday ta'sir qilyapti? Ular qanday qabul qilyapti buni? Biz hayotiy filmlar deb aynan kanalimizni nomlanishiga ham sabab asli bu kanalda qo'yilayotgan o'sha qisqa seriallar, filmlar asosan hayotdan olingan, ko'pi shu odamlar tomonidan bizga hikoya tarzida aytib berilgan voqealarni iloji boricha ssenariy qilib, chiroyli holatda xalqqa yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Maqsadimiz mana shu ko'rilayotgan filmlardan odamlarga qiziqish uyg'otib, o'sha odamlar o'ziga yarasha bir ibratlansa, biz o'zimizni asosiy maqsadimizga erishdik deb o'ylaymiz. Instagram serialda siz ko'proq salbiy rollar orqali tanildingiz. Ushbu rollarni o'zingiz xohlab tanlaysizmi yoki rejissyor tomonidan sizga aynan mana shu rollar beriladimi? Kinodagi rollarni asosiy bizda endi rejissyor O'tkir Shukurov har bitta aktyorni o'zini mahoratiga, talantiga qarab turib, har bitta janrda ijro etish qobiliyatiga qarab turib bo'ladi. Misol, bu qahramonni sen o'ynaysan, bu qahramonni sen, buni siz o'ynaysiz deb turib, hammaga o'zini yo'nalishidagi tushadigan rollarni beradi. Endi men ham xuddi shunaqa shu kinolardagi rollarimni rejissyor tomonidan alohida ajratilgani uchun shu qahramonlarda meni ko'ra olganligi uchun deyman, shu rollarni bergan bo'lsa kerak shu qahramon. Rejissyorga nimaga aynan menga salbiy rol beryapsiz degan savolni berdingizmi yo'qmi? Salbiy rol o'ynamayman degan fikrni bildirdim, lekin ssenariyni o'qib chiqqanimda hozirda yurtimizda haqiqatdan shunaqa yomon axloqli ayollar borligi sababli o'z ko'zim bilan shularni ko'rayotganim uchun va nechta oilalar buzilib ketayotganini ko'rgan holatda rozi bo'ldim. Bilasizmi, bizda hozirda faoliyat olib borayotgan ishtirokchilar g'oyani, masalan, kimda g'oya bo'lsa o'sha odam kelib g'oya tashlaydi va uni men o'zim ssenariy shakliga keltiraman va o'sha ssenariy yozish jarayonida rejissyor odamni miyasida sekin-asta holat shakllanadi. O'sha ma'lum bir epizod shakllanadi, o'sha ijro shakllanadi va ana shu shakllanish jarayonida o'sha rollarga kim munosib? Aynan o'sha shakllanish jarayonida bu nima desam bo'ladi, g'oyaga asosan hal bo'ladi, miyamda hal bo'ladi va buni jamoaga tashlayman. O'rtaga qo'yganimda endi asosan o'zimizni shogirdlar, ukalarimiz hammasi ma'qullanadi. Ma'qullangandan keyin o'sha odamlarni demak biz rollarga taqsim qilib chiqamiz. Menimcha Xudoga shukr hozircha rollarni ijro etayotgan aktyorlar to'g'ri tanlayapti. O'zingiz rol o'ynayotganingizda eng ko'p qaysi rolni chiqarishga qiynalasiz? Bilmadim. O'zim rol o'ynayotganimda ko'proq men uchun murakkabroq bo'lgan rollar bu komediya janri to'g'risi. Chunki komik emasman. Salbiy, ijobiy rollarni qo'ldan kelgancha harakat qilaman ijro etishga. Komediya janriga kelganda biroz o'zimni nazarimda qiynalganga o'xshayman. Lekin uni ham ijro qilishga harakat qilaman. O'ynayotgan rolingiz hayotingizga yaqinmi? Hayotdagi rolga nisbatan yaqinroq desam bo'lmaydi. Chunki kinodagi rollar har xil bo'ladi. Qaysindadir salbiy rol o'ynayapmiz, qaysindadir ijobiy rol o'ynayapmiz, yana qaysindadir qanaqadir janrdagi rollarda o'ynayapmiz. Endi ko'proq shunaqa narsa borki, yaqinda oldik, Najotkor degan kino oldik. Shundagi o'zim o'ynagan rolim menga yaqinroq. Chunki sirazi holatdan tez asabiylashib ketaman, keyin o'zimni o'ylanib vaziyatni bir qator sintez qilgandan keyin unga to'g'ri qaror qabul qilaman deb o'ylayman, o'ziga yarasha. Asli hayotda bunaqa inson emasmiz.
shu rolni berdi, shu rolga o'zimizni imkon qadar kiritdik-da. Mana shu o'ynagan seriallaringiz ichida qaysi rolni o'ynashga juda ham qiynaldingiz? Hop, Xiyonatkor ayol degan serialimizdagi menga berilgan qahramon rolini o'ynaganda juda ham qiynaldim. Hozirgi kunda ijodkorlar qaysi rolni chiqarib berishga qiynalyapti va siz shu jarayonda ularni tasvirga olishga qiynalyapsiz? Hozircha asosiy o'zi ko'proq professional aktyorlar bilan ishlayotganligimiz uchun unaqa qiyinchilik bilinmayapti. Asosan shu teatr ko'rgan va kino sohasida yurgan aktyorlar o'ynayapti asosiy rollarda. Shuning uchun qiyinchilik yo'q. Aynan mana shu rolingizdagi qahramon hayotda yasha oldim deb o'ylaysizmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Bu roldan keyin sizga nisbatan qanday munosabatlar bo'ldi? Menga nisbatan juda ham yomon munosabatlar bo'ldi. Masalan, oddiy birorta joyga borsam, odamlar menga yomon qarash, yomon ko'z bilan nafratlanib qarashadi. Uni juda ham hijolat bo'laman bir xilda. Juda ham noqulay bo'ladi. Mana bugun ham misol uchun bankka borgandim. Odamlar menga shunaqangi bir o'qrayib, nafrat bilan qarayapti. Endi buni ta'riflash qiyin, juda ham noqulay bo'ldi. Siz o'z ayoli tomonidan xiyonatga uchragan erkak rolini o'ynadingiz, to'g'rimi? O'zingiz hayotda xiyonatga qanaqa qaraysiz? Yo'q, men kechirimli emasman. Lekin imkoniyat beraman. Xato qilgan odamga, yaqinimga qanaqadir xato qilib qo'ysa, bir marta yana o'zini xatosini to'g'rilashga imkoniyat beraman, lekin unda ham xato qiladigan bo'lsa hech qachon shunaqaki meni xarakterim, o'zim yaqinlarim ham aytadi, shu xaraktering seniki noto'g'ri deydi. Misol o'zimni onam, uydagilar ham shunaqa aytadi. Baribir odam kechirimli bo'lish kerak deydi. Menda kechirish hissi bor, qanaqa? Yana bir marta imkoniyat berib ko'raman. Agar shunda ham xato qilishda davom etsa, men u odam bilan iloji boricha masofada aloqa qilaman. Filmlaringlarni tomosha qilayotganimda ko'p kommentariy o'qidim. Ko'plab yurtdoshlarimiz biz ham mavzu yozib tashlasak yoki o'zimizni hayotimizni ssenariy qilib tashlab bersak, bizni ham ssenariylarimizni ko'rib chiqasizlarmi degan savollar bilan murojaat qilishyapti. Ularga nima deysiz? Endi nima desam bo'ladi? Bu hayotiy filmlar. O'zi nomi bilan hayotiy filmlar. Shunaqa bo'lgandan keyin biz iloji boricha hayotiy voqealarni olishga harakat qilamiz. Endi bizni qarshiligimiz yo'q. Agar hayotda kimnidir hayotda mana shunaqa qoqilgan holati yoki bir ibratga sazovor bo'ladigan voqea bo'ladigan bo'lsa, biz unga befarq bo'lmaymiz. Albatta ko'rib chiqamiz va ko'nglimizga ma'zur bo'lsa, biz uni kino qilishga harakat qilamiz. O'sha hodisadan, o'sha voqeadan elimiz bir ogoh bo'lib, o'ziga yarasha ibratni olsa, biz xursand bo'lamiz. O'tkir aka, yurtdoshlarimiz albatta bitta savol berishimni kutishyapti, buni bilaman. Jamoani kengaytirish niyati bormi? Havaskor aktrisa, aktyorlarni ham jamoaga qabul qilasizlarmi va bu qay tartibda bo'ladi? Albatta, bizga yangi yuzlar, yangi aktyor, yangi aktrisalar kerak. Ayniqsa bizda ayollar bazasi juda ham kam. Shuning uchun jamoani kengaytirish niyatimiz bor. Biz buni rejasini ishlab chiqyapmiz ukalar bilan. Biz o'zimiz kasting e'lon qilamiz. Albatta, o'sha kastingga kelib qatnashishlari mumkin. Bizga kasb yoki boshqa aynan san'at sohasidagi ma'lumot juda ham ahamiyatga ega emas. Avvalambor asosiy talab ijro mahorati bo'lsin. Bizga o'sha qobiliyat bo'lsa, rol ijro etgan ijro mahoratini biz sinab ko'ramiz. Agarda ko'nglimizga manzur bo'lsa, qolgani o'sha syomka jarayonlarida o'zimiz o'rgatib, o'zimiz demak rol ijro etishga o'zimiz yo'naltirib olamiz demoqchimiz. Bosh rejissor bilan suhbatimiz davomida ijodiy jamoani kengaytirish niyatimiz bor degan javob eshitdik. Siz bunga qanaqa qaraysiz? Aynan mana shu kanal prodyuseri, loyiha prodyuseri sifatida. O'zi menda shunaqa xarakter borki, men jamoa ishlashni yaxshi ko'raman. Qancha ko'p odam bo'lsa, qancha ko'p ahillikda ishlansa, qancha ko'p jamoa bir-birini tushunsa, qilayotgan ishini natijasi samarali yakunlanadi, samarali bo'ladi. Endi
jamoamizni kengaytirish niyatimiz bor. Nima deydi? Biz komandamizga iloji boricha shu ustozlarga maslahat qilgan holatda sodiq, mas'uliyatli, talantli aktyor aktrisalarni jalb qilish maqsadimiz bor. Asosiysi shunda. Siz o'zingizni faqat salbiy rolda ko'ra olasizmi endi yoki ijobiy rolda ham maromiga yetkazib o'ynay olaman deya olasizmi? Haqiqiy aktrisa ham salbiy rolni, ham ijobiy rolni maromiga yetkazib o'ynash kerak deb hisoblayman. O'zingizni mutaxassisligingiz qanday? O'zimning mutaxassisligim umuman boshqa soha, menejment sohasini tamomlaganman. Undan tashqari qo'shiq ijro etishga juda ham qiziqaman. Yaqinda Xudo xolasa o'zimning yangi albomimni muxlislarga taklif qilaman. O'zingizni asosiy sohangiz nima? Bizning sohamiz tadbirkorlik. Aktyorlikka qiziqish qachondan boshlangan? Aktyorlikka qiziqish endi anchadan beri bor-u, shu endi o'zimdan kelib chiqqan holda hech anaqa bo'lmaganman, shu aktyorlik sohasiga kirib bormaganman, shu Xurshid Bedosov sababli kirib bordik. Yo'q, men aktyorlik sohasida o'qimaganman. Mening mutaxassisligim o'zi iqtisodchiman men. Farg'ona davlat universitetini ijtimoiy iqtisodiyot yo'nalishini tamomlaganman. Hozirgi kunda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanaman. Andijon qishloq xo'jaligi agrotexnikalar institutida logistika yo'nalishida magistraturasini hozir bu yil tamomlayapman. Meni soham o'zi asli iqtisodchi. Bu soha menga qiziqish bor. O'zi yoshligimdan aktyorlik sohasiga qiziqardim. Rollarni ijro etishda o'zingiz mustaqil tayyorlanasizmi yoki mana shu san'at sohasida o'zingizning ustozingiz bormi? Endi ustozlarga keladigan bo'lsak, bu kino sohasiga kirganimda birinchi bo'lib shu Hayot hikmatlari kanali rejissyori Ropoka Isaqovning yoniga borganman. Shu o'zimni shu kino sohasiga qiziqishim to'g'risida aytganimdan keyin shu Ropoka Isaqov, O'tkir akam ko'rib, ikkalasi ko'rdi, gaplashdi, o'zlarini fikrlarini bildirdi. Mitikda kinodan parchalar ijro etib berishimni so'rashdi. Shularga ijro etib berganimdan keyin, ma'qul kelgandan keyin bugun suhbatga kelgan bo'lsam, meni Ropoka Isaqov ertasi kunga уже kinoga ertaga narsalaringni olib kel, o'tding kastingdan. Ertaga bitta qahramonni rolini beramiz. Ertadan sen уже bizning jamoamizdasan. Sen ham rol o'ynaysan, aktyorlar qatorida degandan keyin o'zim kutmagan anaqani eshitganman. Kutilmagan holatga tushib qolganman, lekin Xudoga shukr, rahmat shu insonga. Shu kino sohasiga birinchi shu Ropoka Isaqov orqali kelganman. Aynan mana shu Instagram seriallarini yurtdoshlarimizga taqdim etish jarayonida siz bilan yana qo'shimcha operator montajchi ishladimi? Ha, bor. Qo'shimcha operator va montajchi shogirdlar bor. Hoji Akbar degan ukamiz bor. Hozir birgalikda shu yordam beradi. Birga ishlab kelyapmiz. Ijodiy jamoa ichida eng ko'p salbiy negativlar sizga keladi. Ularga qanaqa qaraysiz? Va ularga nima deya olasiz? Endi boshida baribir qanaqadir ta'sir qilganga o'xshadi menga, xuddi u gaplar xuddi o'zimga aytilayotganga o'xshadi, lekin bu yoqdan majoziy ma'noda qaraganingizda bu men o'ynagan qahramonga nisbatan aytilayotgan gaplar. Uning ichida tushunadigan tomoshabinlar ham bor ekan. Men shundan xursand bo'ldim. Negativ fikr bildiradida, bu deydi rolda o'ynagan aktyorga emas, shu qahramonga deb yozib qo'yganlarni ham ko'rdim, rahmat ularga. Endi qanchalik mahoratli, ishonuvchan o'ynasangiz, tomoshabin shuncha sizni haqqoniy shu odam deb qabul qilar ekan. Shu roldagi inson deb qabul qilar ekan. Men endi o'zimga baho bermoqchi emasman, lekin ko'ngildagidaqa chiqqanki, hali ishonchli chiqqanki, shu tomoshabinlardan shunaqa negativ fikrlar kelyapti. Endi bu kinoda yomon rol o'ynaganingiz uchun sizga negativ fikr keladi. Bu kinoda yaxshi rol o'ynasangiz, sizga faqat yaxshi rahmatlar eshitasiz. Bu kino sohasi shunaqa soha ekan. Endi bu kanalda turli xil janrdagi filmlar olinyapti va bu filmlarda hattoki juda ko'plab negativlar ham bo'lyapti. Endi negativ bo'lishiga sabab ijrochilarning yaxshiligi deb o'ylayman men. Chunki ijro holati yaxshi bo'lgani uchun odamlar o'sha filmdagi obrazga ishonyapti-da va aynan
o'sha obrazdagi shaxsni negativ holatda o'sha o'zlarini munosabatlarini bildiryapti deb o'ylayman. Biz bundan xafa emasmiz, hammasini to'g'ri qabul qilyapmiz. Endi negativ har joyda bor negativ. Negativ bo'lmasa o'sish bo'lmaydi. Bundan keyingi filmlarda chiroyli rollarda ko'rsatib boramiz. Shu negativlar yaxshi tomonlama fikr bildiradi degan umiddamiz. Endi negativchilarimiz, negativ bo'lishi kerak albatta. Har bitta kanalda negativ bo'ladi. Va biz bunga qarshi emasmiz. Agar to'g'ri tanqid bo'lsa, biz to'g'ri qabul qilishga harakat qilamiz. Lekin ba'zida shunday holatlar bo'lyaptiki, kanal kuzatuvchilari tomonidan o'ta ham haqoratomuz so'zlar, negativlar yozilyapti. Hurmatli azizlar, to'g'ri tanqid bo'lsa biz albatta qabul qilamiz. Lekin o'sha iloji boricha negativ yozayotgan paytda muomala madaniyatiga e'tibor berib qo'ysanglar, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Ko'plab negativlardan o'zingiz qanaqadir stressga tushdingizmi yo'qmi? Stressga tushgan paytlarim ham bo'ldi. Kommentariyadagi yozilgan har xil yomon so'zlarni o'qiganimdan keyin ozgina stressga tushdim, lekin tushundimki, bu rolni shu darajada maromiga yetkazib o'ynagan ekanmizki, bizga odamlar shunaqa negativ bildirishdi. Lekin nima ham deymiz, bu rol, shunchaki biz rol o'ynadik, kino qahramonlarimiz. Lekin hayotda shunaqa yomon oilalarni buzadigan ayollar ham bor. Men bunaqa ayollarga oilalarni buzmanglar, farzandlarni yetim qilmanglar, aks holda ularni uvoli sizlarga uradi degan gapni aytgan bo'lardim. Serial montajidan norozi bo'layotgan yurtdoshlarimiz bormi? Uchrab turibdimi yoki negativlar sizga bo'lmayaptimi? Yo'q, kommentariyada hali o'qiganim yo'q. Syomka bo'yicha yo montaj bo'yicha qandaydir negativ fikr bildirilganini ko'rganim yo'q. Asosiy urg'u aktyorlarga bo'lyapti. O'tkir aka, suhbat uchun rahmat aytamiz. Studiyamizga tashrif buyurib yo'q demaganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz va bundan keyingi ishlaringizga omad tilaymiz va yana ham ko'proq filmlar, ssenariylar sizdan kutib qolamiz. Rahmat, hurmatli aziz kuzatuvchilarimiz, aziz muxlislarimiz. Bizni kuzatishdan charchamanglar, bizni qo'llab-quvvatlashdan charchamanglar. Like, podpiska, kommentariyalarda yozishda davom etinglar. Hali eng qizig'i oldinda, hali sizlar uchun atab qo'yilgan juda ham yaxshi mavzular, yaxshi g'oyalar va biz tomonidan yoritilayotgan yaxshi kinolar sizlarni kutmoqda. Xudo bergan eng qimmat bo'lgan sog'lig'inglarni birinchi o'rinda asranglar, salomat bo'linglar. Bundan keyingi rejalar, aynan ijoddagi faoliyatingiz haqida yurtdoshlarimizga gapirib, ularga tilaklaringiz bo'lsa bildirib olishingiz mumkin. Xo'p, biz obunachilarga eng katta minnatdorchiligimizni aytib o'tmoqchiman jamoamiz nomidan. Chunki bizni qo'llab-quvvatlashda ularni juda ham hissasi ko'p. Ularga faqat minnatdorchiligimizni aytamiz. Biz kutilmagan holatda o'ta ularni e'tiboriga sazovor bo'ldik. Tez fursatda e'tiboriga sazovor bo'ldik. Endi kanalni rivojlanishi maqsadlarimiz shu, hozirgi aytib o'tgandek, jamoani kengaytirish, iloji boricha yana ham murakkabroq janrlarda ishlamoqchimiz, o'zimiz sinab ko'rmoqchimiz. Aytaylik, detektiv sohasida shunaqa maqsadimiz bor. Yaqin kunlarda shifokorlar to'g'risida serial olmoqchimiz. Bu ham aktual mavzu. Bugungi kunda shifokorlarga ham e'tibor berishimiz kerak. Qilayotgan mas'uliyatli shifokorlar juda ham ko'p, o'zini kasbiga sodiq bo'lgan. Shular to'g'risida serial olmoqchimiz. Insonlar hayotini qutqarib qolganligi to'g'risida. Xurshid aka, o'zingizni kelajakdagi maqsadlaringiz, rejalaringiz haqida gapirib bering. Hozirgi kunda yangi loyihalar ustida ishlayapmiz. Xudo xolasa shu yana xalqimizga yangi seriallar, kinolar taqdim etish kelajakdagi maqsadlar. Yurtdoshlarimizga tilaklaringiz. Yurtdoshlarimga tilaklarim, mamlakatimiz doim tinch bo'lsin, farzandlarimiz sog' salomat bo'lsin, hammamizni omadimizni bersin. Kanalimizni kuzatishdan charchamanglar. Sizlar uchun yangi filmlar yana oldinda ko'rishamiz, xudo xohlasa. Yurtdoshlarga tilagimiz hammani uyida fayz baraka bo'lsin.
kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Azizlar, barchalar uchun avvalambor qo'llab-quvvatlaganinglarga rahmat. Oz bo'lsa ham mana shu ijodga befarq bo'lmaganinglarga rahmat. Endi mana Instagram tarmog'ida juda ko'plab kanallar bor va o'sha kanallar qatorida bizga qiziqish bildirib, bizga like bosib, kommentariy yozayotganlariga, obunachilarimizga ham kattakon rahmat.